Gulxo'rxon ustozimizda o'quvchilari yaxshi natijalarga erishibdi. O'zlari ham chiqyaptimi? Assalomu alaykum ustoz. Bir minutga mumkinmi? Avvalo tabriklaymiz Navro'z bayrami bilan. Rahmat. O'quvchilaringiz yaxshi natijalarga erishibdi deb eshitdik. Shu haqida ozgina. Yaxshi natijaga erishdi. Rahmat. Yuzimiz yorug' bo'ldi. 6 ta o'quvchim topshirganda 5 tasi oldi. Bu yaxshi natija. Xo'p, 3 ta safarga topshirganlar 2 tasi yutib oldi. 3 ta IELTSga topshirganlar 3 tasi ham IELTS oldi. 7, 6, 5,5. O, zo'r. Bizga ham nasib qilsin. Ishchilar 8 bo'ldi. O'zim ham kutgani bunchalik kutmagandim, lekin haqiqiy Navro'zga sovg'a bo'ldi men uchun. Xo'p, ustoz, men ham siz o'quvchingizman. Endi men o'sha natijalarga erishishim uchun men ham sizlarga o'xshab bilmadim, o'shanaqa bo'lishim uchun nima qilishim kerak? Ular qanday, nima farqi bor mendan? Sohibami nima? Xo'p, bular asosiy qilgan natijasi bu ko'p praktis qilgani, keyin ko'rmas qahramonlar bu yerda ularning ota-onasi. Chunki ota-ona ularga ko'proq e'tibor berib, dars qilyapsanmi yo'qmi deb nazoratga olishgan. Shuning uchun ham ular yaxshi o'qidi. Ota-onalarga rahmat. Shunchalik nazoratga olib berishdan keyin hamma o'quvchilarning ota-onalaridan so'rab qolaman, ko'proq foiz bering bolalarga.